Xitoydagi eng chong şifrlik pul almashtirish şirkati XUAVEي hukumatning eng yangi cheklamasidan keyin yil oxirigacha abonentlarning hisobotini taqaydiganligini e'lon qildi. Juma kuni Xitoy Xalq bankisi şifrlik pulga munosabatlik barliq savdolarning cheklanganligini va chet eldan ta'minlangan mulozimatlarning qonunsiz bo'ladiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoydagi şifrlik pul almashtirish shirkatlari bir-birlab bozordan chekinishga boshladi. Kanadaning Toronto va atrofida yashaydigan Uyg'urlar o'zlari setib olgan tarixiy cherkovni masjidga aylantirdi. 1873-yili Troy shahrida selingan Karmel Teg'i cherkovi masjidga o'zgartirilgandan keyin Kanada Uyg'ur islom va madaniyat markazi deb nom berildi. Ichilish murosimidan keyin masjidga oy yulduzliq ko'k bayroq esildi. Rojdestvo bayrami yaqinlashganda Angliyada davlatga ta'minlash masalasini hal qilish uchun chet eldan kelgan 5000 ig'ir tipdagi mashina shofiri va 5500 uy qushlari kasbiy xizmatchisiga 3 oylik vaqtlik viza berildi. Janubiy Koreya Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning singlisi Kim Yo-jongning ikki Koreya orasida ijobiy suhbatning mumkinchiligini e'lon qilganligini ahamiyatli deb tasvirladi. Koreya Birlashma Ministerligi bayonotida Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasida ravon va muhim aloqa o'rnatish kerak dedi. خۇاۋېي şirkatining bosh moliya ئەمەلدارى مىڭ ۋەنجۇنىڭ Kanadadagi tutib turilishi oxirlashgandan keyin Xitoy, Kanada va Amerikani ayblab bayonot e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Ming Vanjuga qaratilgan ayblashlarning butunlay to'qilma ekanligi ta'kidlandi. Afg'onistondagi vaqtliq Taliban hukumatining Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Abdulqahar Balki bayonotida Kabul aerodromidan uchadigan barliq aviatsiya shirkatlari bilan hamkorlashadiganligini aytdi. Balki Kabul aerodromidagi texnikalik masalalarning hal qilinganligini ta'kidlab, o'zining ilgari aviatsiya tijorati qilgan barliq aviatsiya shirkatlari va davlatlarning bu yerdagi aviatsiya liniyasini asliga keltirishni umid qiladiganligini tilga oldi. Amerikaning Montana shtatining Joplin rayonida Chicago sayohat safarini qilayotgan Imperiya qurg'uvchisi nomli yo'lovchilar poyezdining 5 vagoni relsdan chiqib ketdi. Egilanishicha, voqea yuz berganda poyezdda 147 yo'lovchi va 13 xodim bor ekan. Hodisada kam deganda 3 odam qazo qilgan, nurg'un odam yaralangan.